O'zi yeydigan ovqatga boshqalarni tuflatib, keyin shu ovqatni yeydigan erkaklar diqqatiga. Juda ham ko'p kuzatganman hayotda ayolini boshqalar bilan muhokama qiladigan erkaklarni. Bu bilasiz menga nimani eslatadi? Xuddiki o'zini oldidagi kosani qarindoshlarini oldiga, do'stlarini oldiga tutadi, hamma bitadan tuflab chiqadi, keyin shu ovqatni yeydi. Ya'ni birga yashayotgan, birga yotib turgan ayolni, farzandlarini, onasini boshqalarga yomonlatishga, yerga urishga, haqorat qilishga yo'l qo'ygan erkak aynan shunday yeb turgan ovqatiga boshqalar tuflashiga ruxsat bergan erkaklarga o'xshataman. Siz bu haqida nima deysiz? O'z fikringizni kommentariyada qoldiring. Ha aytgancha, aynan shunday qiladigan erkaklar albatta negativ yozasizlar. Men bunga tayyor.